Hozir ochib ko'ramiz qizlar. Qo'llariga surib ko'radilar. Rosa zo'r krem. Yuzingizni chaqaloqlarning yuzidek qilib qo'yadi va undan tashqari baza sifatida zo'r ishlatsangiz ham bo'ladi. Bundan keyin bemalol tonalnilaringiz ham yuziga tonalni yotmaydigan qizlar bo'ladi-ku, ana o'shalarga ham rosa zo'r bo'ladi. Qo'llaringizni birpasda tekis qilib, o'sha mana farqini ikki xil qilib qo'yib ko'rasizlar. Bu yoq boshqacha, o'sha bu yoq boshqacha. Anaqa mana bu yoqda tomirlari chiqib ko'rinib turgan bo'lsa, o'sha bu yoqda survatlar tomirlari o'sha yo'q bo'lib ko'rinmay qolyapti, ko'rasizlar. Endi yuzda effekt qanaqa bo'lishini ko'raverasizlar. Qo'lingizni bunday qimirlating-da. Bilinsizmi, shtobi? Telefonda javob bilinmayapti, lekin qizlar haqiqatan ham effekti zo'r. Kimga kerak bo'lsa tavsiya qilaman, olib ishlatib ko'ringlar. Haqiqatan ham effekti zo'r. Yuzingizni chaqaloqlarning yuzidek qilib qo'yadi. Salonga borib $100 peeling qildirmasdan uy sharoitida tekinga tozalashni o'rgataman. Yuzni yuvamiz, artib, peeling A seriya gelini surib 15 minutga qoldiramiz. Bu o'lik terini tushiradi, poralarni kichraytiradi, terini kuchli namlab, yorqinlik beradi. Ikkinchi etapda yuzdagi gelni iliq suvda yuvamiz. Nam holatiga B seriyasi, ya'ni skrabni surib masaj qilamiz. Bu esa poralarni chuqur tozalaydi, o'lik terini tushiradi, tekislab yumshoq, silliq qiladi. Uchinchi bosqichda esa yakuniy C seriya krem suramiz. Bu kimyoviy peelingdan keyin terini tez tiklaydi, terini tinchlantiradi, himoya funksiyasini tiklab, namlik yo'qolishini oldini oladi. Qarabsizki, yuzingiz chaqaloqni terisida yaltirab, mayllashib, yorqinlik beradi. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.